Hurmatli obunachilarimiz, 2020-yilda ishlab chiqarilgan qora bayrimiz bor. Mashinamiz avtomat korobka, kraskalari top-toza. Lyuk abis hamma narsasi bor. Amerikanka original faralada. 4 ta pachka balonlar qo'yib qo'yilgan. Ko'rsanglar bo'lar holatini, salonlarni ham tanishtirib o'taman. Xo'p. Saloniga bitta ahamiyat berasizlar. Rullari to'liq yumshatib qo'yilgan. Stop start, probeglari 92 ming, Captiva Bradway, abagrev sideniya, chexollar qo'yib qo'yilgan. Tonirovkalari 8 oy rashinasi bor. Tak, bagajda zapaskani o'rnida 4-pokoleniya propan gazlar qo'yib qo'yilgan, original Optra stoplarda. Bu mashinamizni narxini 155 million so'm so'rayapmiz. Naqdga savdosi bor. Avtokreditga 48 million boshlang'ich to'lov qilib bersangiz, hamma dokument rasxodlari ichida 3,5 million so'm oylik to'lov bilan chiqadi. Agarda sizda 48 yo'q bo'lsa, 38 millionga ham chiqarib beramiz. Oyligi 4,5 milliondan. Murojaat uchun pastda nomer qoldiramiz. Bizga kerakli hujjat bitta pasport, bir kunda nomerlarga qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, kuzatishda davom eting.